Past perfect tense. Siz ham bu zamonni ishlatishda bir qancha muammolarga duch kelyapsizmi? Unda bu video darslik aynan siz uchun. Xo'sh, biz past perfectni asosan o'tgan zamondagi ish-harakatni boshqasidan oldin sodir bo'lganini aytsak ishlatamiz. Bu uchun bir qancha misollar ko'ramiz. I had finished my homework before dinner. Men kechki ovqatdan avval uyga vazifamni tugatdim. Ya'ni men bu yerda uyga vazifamni kechki ovqatdan avval tugatdim. Ya'ni biror bir ish-harakat boshqasidan avval sodir bo'lyapti. Shu sababdan ham past perfect ishlatilyapti. Keyingi misolimiz. She had cleaned the room before her mother came. U oyisi kelishidan avval xonani tozaladi. They have left the house before it started rain. Ular yomg'ir yog'ishidan avval uyni tark etishdi. When I arrived, they had already started the meeting. Men kelganimda ular allaqachon majlisni boshlab yuborgandi. When she woke up, her father had gone to work. Ya'ni uyg'onganda uni dadasi ishga ketgandi. When we reached the station, the train had left. Biz stansiyaga yetib kelganimizda poyezd ketib bo'lgandi. Va bizda past perfectning positive shakli quyidagicha bo'ladi. Subject plus had plus verb 3ed. Misol uchun, they had watched the movie before their friends came. Ya'ni ular do'sti kelishidan avval kinoni tomosha qilib bo'lishdi. Va negative shakli quyidagicha bo'ladi. Subject plus had plus not plus verb 3ed. Misol uchun, I hadn't locked the door before left the house. Ya'ni men ketishdan avval uyni qulflamadim. Question shakli. Had plus subject plus verb 3ed. Misol uchun, had he learned English before he went to abroad? Ya'ni u xorijga borishdan avval ingliz tilini o'rganganmi? Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.